Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, yig'ilish qatnashchilari. Demak, kengash majlisida Oliy sessiya komiteti qarori bilan tasdiqlangan 15 nafar kengash a'zolarini 15 nafari qatnashmoqda. Majlisni olib borish uchun vakolat yetarli. Qanday takliflar bor? Taklif demak ovozga qo'yildi. Hamma haligi tarafdor ochilishiga betaraflar yo'q. Majlis ochiq deb e'lon qilindi. Kengash majlis kun tartibida birinchi masala Tugunov Rasul Valibekovичning o'g'irlangan yerlarda organik moddabop, hosildor va yotib qolishga chidamli navlarni tanlash va yaratish, Zarafshon vohasi sharoitida mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari fanlari doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan seleksiya patent taqdimot himoyasi. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Kun tartibi faqat yog'larimizga Demak, bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Tugunov Rasul Valibekovichning demak patent taqdimot himoyasi bo'yicha ilmiy rahbar Raybollayev Gulam Saydalievich, qishloq xo'jaligi fanlari doktor, professor. Talabgor topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash Beknaevga beriladi. Assalomu alaykum. Tuyg'un Rasulni kengashga topshirgan hujjatlari bilan 22 yanvar sanasida Samarqand viloyati Bayan tumanida faoliyat topgan Millat o'zbek ma'lumoti oliy. 2003-yilda o'rta maktab o'qigan. 2003-2007 yillarda Samarqand qishloq xo'jaligi instituti talabasi, 2007-2009 yillarda Samarqand avtomobil 2013 yillarda Samarqand viloyati Bayan qishloq xo'jaligi muhandisligida ishlash va servis kasblar kolleji o'qituvchisi, 2010-2012 yillarda Toshkent davlat agrar universiteti magistranti, 2012-2015 yillarda Samarqand qishloq xo'jaligi instituti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va qayta ishlashni tashkil etish kafedrasi assistent qishloq xo'jaligi instituti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, ishlov berish texnologiyasi kafedrasi assistenti, 2018-2022 yillarda Samarqand veterinariya meditsinasi chorvachilik muhandislik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi assistenti, 2022-2024 yilda Davlat dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti, 2024 yilda shu kunga qadar Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida assistent lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Oilali 4 nafar farzandi bor. Tuyg'unov Rasul Valibekovich so'ralgan yerlarda arpaning oziq-ovqat, hosildor va yotib qolishga chidamli navlarni tanlash, yaratish, Zarafshon vohasi sharoitida mavzusida seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan va ushbu ishlarni olib borish jarayonida yana 11 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan 3 tasi xalqaro jurnallarda, 2 ta mahalliy jurnallarda, 2 ta xalqaro va 4 ta respublikamizdagi ilmiy anjumanlarda tezislar chop etilgan. Ish yakuniga ko'ra arpaning yangi bek navi yaratilgan va intellektual mulk agentligidan 574 raqamli patent olingan. Malaka imtihonlarni quyidagicha topshirgan. Mutaxassislik fanidan 75 fan, xorijiy til, ya'ni ingliz tili fanidan 56 fan, qishloq xo'jaligi seleksiyasi, genetikasi asoslari fanidan 73 fan, qishloq xo'jaligi ekinlarining navshunosligi va nav yangilash fanidan 73 fan, oshxo'jalik don, sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirishda innovatsion texnologiyalar fanidan 73 fan,
qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi, urug' shinoxtiga va yetishtirishning zamonaviy agrotexnologiyalar ilmiy asoslari fanida 68 ball bilan muvaffaqiyatli topshirgan. Rasul Bolbekovich ilmiy kengashga talab etiladigan barcha hujjatlarni original nusxalarini taqdim etgan. Agar ko'ramiz sizlar hujjatlar tayyor, hujjatlarda hech qanday kamchilik yo'q, himoyaga kamchilik bo'ladi. Talabgorning hujjatlari yuzasidan savollar bormi kotibda? Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot uchun qabul qilamiz. Demak, taqdimotning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun Uyg'unov Rasulga so'z o'sha reglament bo'yicha 20 minut. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehnat va a'zolari. Musobalarimiz bilan 16 bo'yicha sug'oriladigan yerlarda arpaning boshqa jamlanmalar tanlash va yaratish mavzusida dissertatsiya himoyasi YouTuber doktora patenti asosida qishloq xo'jaligi fanlari falsafa ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan taqdimotim bilan qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Ruxsat bersa, so'rayman. Dunyoning g'azabli vaziyati. Bugungi kunda dunyoda mamlakatning yiliga 59.1 million gektar maydonga arpa ekilib, yalpi hosil 145.9 million tonnani o'rtacha hosildor 2.8 tonna tashkil etadi. Dunyoda AQSh, Kanada, Amerika, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Turkiya va Angliya kabi davlatlarda arpa ekinni yetishtirish bo'yicha yetakchilik qiladi. Hosildorlik jihatdan Yevropa Ittifoqi 53 million tonna, Rossiya 23.4 million tonna, Avstraliya 14.4 million tonna bilan yetakchilik qilib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2025-yilda dunyoda arpa doni yetishtirish bo'yicha 2023-yilga nisbatan 1.7% ga oshgan. Ammo arpa doni yetishtirish bo'yicha muayyan o'sish kuzatilmoqda. Qaramasdan dunyo aholisi hamda chorvachilik hayvonlarini arpa doni bo'yicha ehtiyojni to'liq qondirish masalasi ekstremal sharoitdagi issiqlik, qurg'oqchilik va yotib qolishlarni yuqori hosilli hamda don tarkibida hosil birligi yuqori bo'lgan yangi navlarni yaratish bo'yicha ilmiy ishlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi: arpaning jahon kolleksion namunalarini qimmat xo'jalik belgilari, xususiyatlarini o'rganish, turli ekologik guruhlarga mansub bo'lgan arpa navlarini yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan namunalarni ajratib olish va seleksiya uchun boshlang'ich material yaratish hamda shular asosida intensiv tipdagi navlarni yaratishdan iborat. Mavzuning vazifalari: arpaning jahon kolleksion namunalarining qimmat xo'jalik biologik xususiyatlari bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarni namoyon qilgan namunalarni tanlab olish, ajratib olingan namunalar o'rtasida chatishtirishlar o'tkazilib, drogalar yaratish, drogalarda asosiy belgi va xususiyatlarni asiylash darajasini aniqlash hamda tanlashni amalga oshirish, yuqori natijalarni namoyon qilgan droga liniyalari seleksiyada foydalanish, arpaning tashqi muhit noqulay sharoitlarga, qishga va sovuqqa kasalliklarga chidamli, serhosil, erta pishar, yotib qolishga chidamli, don sifati yuqori oziq-ovqat boshlang'ich materiallar yaratish, arpaning sug'oriladigan maydonlar uchun ekishga mos oziq-ovqat hosillar yotib qolishga chidamli, don sifati yuqori bo'lgan yangi navlarni yaratish. Tadqiqotning obyekti bo'lib IKATA Xalqaro markazlar o'simlik genetik resurslar ilmiy tadqiqot institutidan keltirilgan 200 ta kolleksiya namunalari hamda Lanka ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan va ekishga tavsiya etilgan namunalar, shuningdek Zarafshon va Xalq sug'oriladigan mutlaq bo'z tuproqlar olingan. Tadqiqotning uslublari ilmiy tadqiqot ishlarida dala tajribalarini joylashtirish, minologik kuzatuvlar olib borish,
nav-namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha baholash laboratoriya tahlillari umum qabul qilingan uslublarda amalga oshirilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi ilk bor kelib chiqishi turli guruhlarga mansub bo'lgan arpa namunalarining qimmat xo'jalik belgilari Samarqand viloyati sug'oriladigan maydonlarda sharoitida aniqlangan hamda boshlang'ich manba sifatida ajratib olingan. Arpaning yotib qolish chidamligi bo'yicha 11 ta namunalari 9 ballik shkalada baholandi. Arpaning namunalari mahsulotlar va hosildor ko'rsatkichlari bo'yicha 8 ta namunalari andoza ixtiyor noviga nisbatan tiklanish 0,204 dona. Don hosildorligi 45,4 dan 128,4 grammgacha yuqori ekanligi aniqlandi. Nazorat nav sinov maydonlarida o'rganilgan quyidagi namunalarimiz andoza ixtiyor namunalariga nisbatan tiklanishi 0,8 dona, bitta boshoqdagi donlar soni 2,4 dan 13,8 donagacha. Mikrodon vazni 0,5 dan 5 grammgacha. Don hosildorligi o'rtacha 4,9 dan 16 sentrgacha yuqori ekanligi kuzatildi. Nazorat nav sinash maydonlarida o'rganilgan quyidagi 8 ta namunalarimizda hosildorligi o'rtacha 63,6-78 sentnerga andozaga nisbatan 1,803 sentner yuqori ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida arpaning sug'oriladigan maydonlar uchun erta pishar, yotib qolish chidamli, yuqori hosil va oziq birligi yuqori bo'lgan bek navi yaratilib hamda intellektual mulk agentligi tomonidan seleksiya yutug'i 21.08.2025 NAP 574 raqamli patent olindi. Tadqiqotning amaliy natijalari. Arpaning kelib chiqishi turli ekologik guruhlarga mansub bo'lgan xorijiy yangi namunalar o'rganilib, qimmat xo'jalik belgilariga ega bo'lgan namunalar ajratib olingan hamda seleksiya jarayonida tatbiq etilgan. Yangi yaratilgan arpaning bek navi Samarqand viloyati Jomboy va Payariq tumanlarida 118,6 gektar maydonga joriy qilingan. Sug'oriladigan maydonlarda ekish uchun oziq va hosildor yotib qolish iqtidori bo'lgan namunalari bek navimiz o'z navbatida qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markaziga topshirilgan. Intellektual mulk agentligi tomonidan arpaning yangi bek naviga patent 574 raqamli patent olingan. Yotib qolishga chidamli arpa namunalari biz o'z navbatida rayonlashtirilgan ixtiyor navini olganmiz. Andoza sifatida andoza navingizga qarab, demak, nav va tizmalarimiz solishtirib ko'rganda o'sish davri, demak, ixtiyor andoza navimizda 204 kunda o'simlik bo'yi 88 santimetrni yotib qolish chidamligi 7 ballni tashkil qildi. Qolgan 2-chi, 3-chi, 4-chi va 11-chi namunalarimizda 14-chi namunalarimizda yotib qolish darajasi 9 ballni tashkil qildi. Mahsulotlar va hosildorlik yuqori bo'lgan namunalarimiz o'rganilganda andoza ixtiyor navimizda mahsulot tiklanish soni 2 donani, mikrodon vazni massasi 39,8 grammni, 1 metr kvadrat hosildorlik miqdori 537 gramm tashkil qilgan bo'lsa, bu yerdagi namunalar undan tashqari 16 namunalarimiz kuzatilganimizda 11-chi va 13-chi namunalarimizda turgan namunalarimiz, demak, mahsulot tiklanish 3 donani 13 raqamda turgan tizimimizda 3'ü 6 mahsulot tiklanish hosil bo'ldi. Mikrodon vazni 49,2 dan 42,1gacha 1 metrdagi hosildorlik miqdori bo'yicha andoza ixtiyor naviga nisbatan 33 grammni yuqori ekanligi bilan ajralib turibdi. Bu yerda mahsulot tiklanish va hosillar o'rtasida korrelyatsiya bog'lanish 0,7ni tashkil qildi. Don tarkibidagi oqsil miqdorini qaraganimizda andoza ixtiyor navimizda 13-14% tashkil qilgan bo'lsa, qolgan namunalarimizda birmuncha yuqori ekanligi tasdiqlandi. Oxirida 11-chi navimizda 0,56da 13,8 tashkil qilgan bo'lsa, qolgan navimizda 12% tashkil qildi. Bu navbatda bu ko'rsatkich 0,4% dan 2,8%gacha oqsil miqdori yuqori ekanligi bilan ajralib turdi. Arpaning kelib chiqish tarixi boshlang'ich manbalar kolleksiya ko'chatlarida amalga oshirilgan 2013-yilda amalga oshirilgan bo'lsa, Durgalash, Kondrad va Ipak W3
Durabilir amalga oshirildi. Undan Selesiya ko'chasi 15-16 yillarda, nazorat ko'chasi 17-18 yillarda, Rapadno sinash jarayonlarida 2019-2021 yillarda amalga oshirilib, demak, davlat nav sinovidan 22-25 yillar mobaynida kuzatildi. Xo'sh. Akvanibik navining qimmat xo'jalik belgilari xususiyatlari bo'yicha o'rganganimizda biz guruh navbatida andoza ixtiyor naviga nisbatan yangi yaratilgan bek navimizni solishtirib ko'rganimizda o'suv davri, o'smirlik bo'yi, mahsulot tiplanish, bitta boshoqda don soni, mingta don vazni, don hajmi og'irligi, hosildorlik va oqsil miqdori o'lchab ko'rilganda, o'z navbatida o'suv davri ixtiyor naviga bilan solishtirib ko'rilganda o'rtachasi demak 2 kun, o'rtachasi 174 kun ixtiyor navimizda, 172 kun bek navimiz bittasi davri amalga oshirildi. O'smirlik bo'yi o'z navbatida ixtiyor navimizda 98 santimetrni, bek navimizda 95 santimetr, demak 3 santimetr past bo'yligi, tiplanishlar soni ham o'z navbatida ixtiyor andoza navimizda 3,5 donani, demak bek navimizda 4,1 donani tashkil qildi. O'z navbatida bu yerda bitta boshoqda don soni demak 56 tani, bek navimizda 57 tani tashkil qilgan bo'lsa, mingta don vazni bo'yicha andoza ixtiyor navimizda 38,3 grammni tashkil qilgan bo'lsa, demakki bek navimizda 43 grammni tashkil qildi. Bundan andoza ixtiyor naviga nisbatan 2 gramm yuqori. Don hajmi og'irligi bo'yicha demak 632,3 gramm tashkil qilgan bo'lsa, ixtiyor navimizda, bek navimizda 665,3 gramm tashkil qildi. Bu yerda o'z navbatida 33 gramm yuqori ekanligi ko'rildi. Hosildorlik jihatdan aytishimiz mumkinki, ixtiyor navimizda, andoza ixtiyor navimizda 62 sentner tashkil qilgan bo'lsa, demak bek navimizda 71 sentner tashkil qildi. Oqsil miqdori o'lchagan qaraydigan bo'lsak, oqsil miqdori ixtiyor navimizda 13,2% tashkil qilgan bo'lsa, bek navimizda 14,7% tashkil qildi. Undan ko'rinib turibdiki, andoza ixtiyor naviga nisbatan bek navimizda 1,5% oqsil miqdori yuqori ekanligi kuzatildi. Masalan, nav sanoq maydonlarida nav tizimlarining mahsulotlari va hosildorlik o'rtasida ko'rilganimizda, andoza ixtiyor navimizda mahsulot tiplanish soni 3,3 donani tashkil qilgan bo'lsa, 13-raqamda turgan bek navi deb olgan namunalarimizda 4,1 tiplanish jarayoni kuzatildi. Bitta boshoqdagi son ham o'z navbatida 43,2 donani tashkil qilgan bo'lsa, 13-raqamda turgan bek navimizni olganimizda 52 donani tashkil qildi. Mingta don vazni ham o'z navbatida 39,8 gramm tashkil qilgan bo'lsa, bek navimizda 44,8 grammni tashkil qildi. Hosildorlik jihatdan demak 23,8 sentner gektarga hosil olingan bo'lsa, demak bek navida olgan namunalarimizda 69,8 sentner gektarga mahsulot olindi. Nazorat maydonida o'rganilgan nav tizimlarining korrelyatsiya bog'lanishi, demakki aytishimiz mumkin, bitta boshiq bilan hosildorlik o'rtasida 0,8 korrelyatsiya bog'lanish amalga oshirildi. Mingta don vazni bo'yicha hosildorlik o'rtasida 0,2 korrelyatsiya bog'lanish kuzatildi. Raqobat nav sinash maydonlarida o'rganilgan nav tizimlarining yotib qolishga chidamligi bo'yicha 2019-2021 yil o'rganganimizda eng yuqori ko'rsatkich undan ko'rinib turibdiki, 6-raqamda turgan bek navi deb olgan namunalarimiz kuzatildi. Demak, o'simlik bo'yi 79,2, 20-yilda 81,4ni, 2021-yilda 80,6 tashkil qildi. Eng past qiymatimiz ko'rildi ham o'rtachasi aniqlandi. Undan ko'rinib turibdiki, 2019-2020 yillarda ixtiyor andoza navimiz 7 ball, 2021-yilda 9 ball tashkil qilgan bo'lsa, 6-raqamda turgan namunalarimiz yotib qolish chidamligi bo'yicha 9 ballni. Raqobat nav sinash maydonlarida o'rganilgan nav tizimlarining mahsulotlari ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganganimizda bitta boshiqdagi don soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich, demak, 2-raqamni tashkil qilgan bo'lsa, 20-21-yillarda demakki 6-raqamda turgan 51,5, 54,6ni o'rtachasi, demak aytishimiz mumkin 51,7ni tashkil qildi.
Mitodan vazni bo'yicha ham o'z navbatida yuqori qiymat va eng past qiymatlari va o'rtacha qiymatlari o'rganganimizda yuqori qiymat o'rtachasi 48,1 ni tashkil qilgan bo'lsa, eng past qiymat 46,2 ni tashkil qildi. Bu yerda 48,1 demak 6 raqam turgan beknomimiz hisoblanadi. Raqamni sanash maydonida turgan nol tizimlarining hosildorlik ko'rsatkichlari. Demak, hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha andoza ixtiyor nomimizda 19-yilda 61,1 ni, 20-yilda 68 sentnerni, 21-yilda 62,6 sentner tashkil qilgan bo'lsa, o'rtachasi 62,5 sentnerni tashkil qildi. Bu yerda ko'rib turibmizki, taksida namunalarida andoza ixtiyor nomiga nisbatan bir sentnerdan 803 sentnergacha yuqori ekanligi aniqlandi. Eng kichik umumiy farq demakki 19-yilda 0,61 ni, 20-yilda 0,39 ni, 21-yilda 0,48 ni tashkil qildi. Raqobat nav sanash maydonlarida o'rganganimizda hosil miqdori bo'yicha qaraganimizda, notaqidor hosil miqdori Samarqand veterinariya meditsina instituti yetishtirish kafedrasida laboratoriyasida amalga oshirildi. Granulyoz asbob uskunasi bilan andoza ixtiyor nomimizda o'rtachasi 13,2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 6-raqamda turgan bek nomimizda 14,7% ni tashkil qildi. Andozaga nisbatan namunalarimizda 5 ta namunalarimizda 0,4% dan 1,5%gacha oqsim miqdori yuqori ekanligi kuzatildi. Mana qarang. Arpaning yangi bek navi yaratilishining iqtisodiy samaradorligi bo'yicha biz o'g'it parvarishlar va boshqa xarajatlar 5,272,245 so'm tashkil qilgan bo'lsa, hosildorlik yig'ishtirish va transport xarajatlari 860,000 tashkil qildi. Jami xarajatlar 6,132,245 so'mni tashkil qildi. Ustama xarajatlar 25% qilib oldik, kutilmagan xarajatlar 20% qilib olganda barcha xarajatlarimiz umumiy hisob qilganimizda 8,891,755 so'mni tashkil qildi. Bu yerda hosildorlikka qarayotgan bo'lsak, ixtiyor qiyosiy nav hisobida, andoza nav hisobida olingan ixtiyor nomimizda gektaridan 62,6 sentner hosil olingan bo'lsa, bizning yangi bek navimizdan 69,7 sentner hosildorlik olindi. Hosilning narxi hisoblaganimizda, demak 13,646,800 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, ixtiyor nomimiz. Bek nomimizda 15,187,630 so'mni tashkil qildi. Demak, sof foydamiz 4,755 so'm va 45 so'm tashkil qilgan bo'lsa, bek nomimizda 6,295,875 so'm tashkil qildi. Tan narxi o'z navbatida hosildorlik jihatiga qarayotgan bo'lsak, demak 62,6 chiqayotgan bo'lsa, xarajatni qoplash uchun demak 1,420 so'mdan tushyapti tan narxi. Ixtiyor nomimiz. Bek nomimizda 1,275,7 so'mdan tashkil qilyapti. Rentabellik darajasi ixtiyor nomimizda 53,5% ni, bek nomimizda 73,8% ni tashkil qildi. Xuddi patentning ilmiy yangiligi. Arpaning Holden Bulgariya turining turidagi oddiy juft hisobida yaratilgan kesapsha, serhosil yoki oshga chidamli va don sifati yuqori kasalliklarga chidamli bek navi yaratilib, Intellektual agentligi patent olish uchun taqdim etilgan hamda ushbu arpa namunasi boshqa shaxslar yoki ularning ishonchli vakillari tomonidan patent olish yoki foydalanish uchun taqdim etilmaganligi tasdiqlangan. Arpaning ixtiyor patentining farqliligi. Yangi bek arpa navlari andoza ixtiyor naviga nisbatan 2-3 kun erta pishadi. Don hosildorligi 8,14 sentner yuqori. Oqsim miqdori 1,5% yuqoriligi. Mitodan vazni 2 gram, yoki bosh hissdamlik 9 barni tashkil qildi. Ixtiyor patentining turdoshligi. Arpaning Holden Bulgariya turiga mansub bek navi urug'larni ko'paytirish jarayoni tanlab olingan o'simliklarning asosiy xo'jalik belgilari va morfologik ko'rsatkichlarining bir xilligi saqlanib qolib, turdosh hisoblanadi. Seleksiya yutuqining ixtiyor patentining barqarorligi.
arpaning Horden Bulgariya turiga mansub bek navi urug'chilikda qabul qilingan uslublar asosida bir necha marta ko'paytirilgandan keyin yoki urug'chilik jarayonida tanlab olingan o'simliklarda navga xos bo'lgan asosiy morfologik va xo'jalik belgilari hamda xususiyatlari o'zgarishsiz barqaror saqlanib qoldi. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Tinchlik va mulk agentligi tomonidan 574 patent olinganligi, keyin davlat sinovidan ma'lumotnoma oldik. Xulosa. Arpaning yotib qolishga chidamligi bo'yicha 11 ta namunalarimiz tanlab olindi. Mahsulotlar va hosildor ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan Temur, Bayt, 17, Kondrat namunalari seleksiya jarayonida foydalanish uchun tanlab olindi. Don tarkibidagi oqsil miqdori andoza ixtiyor noviga nisbatan quyidagi namunalarimiz ajratib olindi. Tadqiqot natijalari asosida yotib qolishga chidamli, hosildor, oziqa birligi yuqori bo'lgan arpaning yangi bek navi yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi tomonidan seleksiya yutuqlari uchun patent 2021-08-2022 yil NAP 574 raqamli patent oldi. Yangi yaratilgan bek navi viloyatning sug'oriladigan maydonlarida ekilib, o'rtacha gektardan 69,7 sentner hosil olindi va rentablik darajasi 62,6-78% tashkil qildi. Tavsiyalar. Arpaning bek navi erta pisharligi, hosildorligi, oziqovoqligi va kasallik hamda yotib qolishga chidamligi bo'yicha Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarining sug'oriladigan yerlarida kuzgi muddatlarda ekish uchun tavsiya qilindi. Arpaning yangi yaratilgan bek navi sug'oriladigan yerlarda shimoliy viloyatlarimizda 4-5 million dona, janubiy viloyatlarimizda 3,5-4 million dona, markaziy hududlarda 4 million dona kunucham urug' hisobida ekish tavsiya etiladi. Tajriba maydonlaridagi Hurmatli kengash a'zolari, mavzuda tugardi. Savollar. Marhamat. O'zingizni tanishtirib keting. Menda telegrafiya borda yozib qolinadi. Elektronik. Bunaqada shimolda aytgan, g'arbda aytgan, ana shu donitni qaysi yo'nalishda ishlash kerak? Savol tushunarlimi? Dastur Yevropani aytgan, Yevropa shimolda aytgan, Peruvok deganda, bizda qaysi yo'nalish? Yig'ilsak. Ona o'zimizda Teknik savol. Mana bizda hali kunda Felix yaratilgan, Samarqand Felix yaratilgan, Krasnodar Felix yaratilgan va Serbiya Felix yaratilgan. Mana shu aslida bizda Krasnodar sortlari. Eng katta muammo nima bo'ladi? Eng katta muammo nima? Sen shuni yechib bermading. yotib qolishga chidamli. Yana, Yotib qolishga chidamli, sovuqqa chidamli. yana. Oziqa yuqori. Oziqovoqligi yuqori. Savol yo'qmi? Professor Qashirog'ingiz programma. Hozir ma'ruzasiga kelib keladigan bo'lsak, arpa haqida yaxshi ma'lumotlar berib o'tdik.
Arpaning asosiy mahsuldorlik ko'rsatkichlariga nimalar kiradi? Birinchi savolim. Berasizmi yo turda aytaymi? Ikkinchisi, arpaning kenja turlari nechta? Sizda qaysilari uchraydi O'zbekiston sharoitida? Uchinchisi, ma'lumotli jadvallaringiz ham bor ekan, o'simlik bo'yi bilan vaqt qolishga chidamlik o'rtasida korrelyatsiya bog'lanish bormi? O'simlik bo'yi bilan yotib qolishga chidamlik o'rtasida korrelyatsiya bog'lanish bormi? Arpaning uchta kenja turi bor. Birinchisi intermedium, vulgaris. Ikkinchisi intermedium. Disticum, uchinchisi intermedium. Yana oziq-qovoqligi ustoz, boshoqning uzunligida, mahsuldorligi boshoqning uzunligida, don soni, turklanish. Uchinchi savolimiz, bo'yning balandligi bilan yotib qolishga korrelyatsiya bog'lanish o'rtacha bo'lyapti. 0,37 dan tashkil qiladi. Alpada o'z bo'yicha original bo'lib hisoblanadi. Qanaqa talablar qo'yilgan? Savol. Savol. Namonalar o'tgan davomida albatta ajrashishda qaysi ko'rsatkichlar qarab to'qnashamiz. Parallel qanday savol yalang'och ko'p ishlatadi. Qaysi ikki ming o'n to'rtinchi yildagi GO'ST bo'yicha 28-23 bo'yicha arpaning original urug'larini talab darajasida bo'lishi, asl tozaligi 99.7% tashkil qilish kerakligi, xorobga bilan kasallanmash kerakligi va o'z navbatida urug' tozaligi 99% bo'lishi kerakligi, boshqa urug'lar bo'lishi 8 donadan oshmasligi kerakligi va unumchanligi demak 95% dan kam bo'lmasligi kerak. Savol javobimiz ikkinchi savolimizga qaraydigan bo'lsak, arpa turxillari bo'yicha qanday farqlanadi deymiz. Va turxillari bo'yicha ikkita farqlanish bor. Pallidum. Pallidum degani demak boshoqdagi donlarning zichligi. Pallidum degani demak boshoqdagi donlarning siyrakligiga tushunsak bo'ladi. Uchinchi savolimizga bo'lib qaraydigan bo'lsak, demak arpaning yalang'och navi qaysi maqsadda ishlatilishi o'z navbatida arpa o'zidan ko'rinib turibdiki, arpaning yalang'och doni degandagi kurslar bo'lmasligi o'z navbatida bu yerda oziq-ovqat sanoatida ko'proq yorma tayyorlashda yoki bo'lmasam hosil miqdori yuqoriligi bilan boshqa namunalardagi arpalardan farq qiladi. Jo'rayev Mamatxo'novich, bularga qarab siz o'zingiz tadbirlaringizda ekranda keltirilgan kalite namunalardan foydalangansiz. Liniyalar namunalaridan foydalangansiz. Birinchi savolim o'sha ekranda tashkilotga keltirilgan binolarda siz qanday xilmanda xo'jalik belgilarini seleksiyaga jalb qildingiz? Qanday belgilardan foydalandingiz? Birinchi savol.
İkinci savolim, bu ko'tarilgan arqondalarda oz qo'yiligi va ming donadon vazni o'rtasida qanday korrelyatsiya bog'lanishi bor? Sizning tadqiqotlaringizda ming donadon vazni ochishgan bilan yana oz qo'yiligi mavjud. Shunda yana uchinchi savolim, o'sha ko'p qatorli arqonlarda sizning nimangizda tadqiqotlaringizda andoza nomi bilan bek nomini solishtirganda ularda o'sha bir xil issiqlikda ham hozirdorlik oshadi ham ozxo'rlik oshadi. Demak, bularda o'rtasidagi o'sha oshishni bog'lashlarni qanday izohlaysiz? Bu yerda namunalarimiz turli guruhlarga mansub bo'lsa, Rikardoda keltirilgan namunalar olib kelinib, bu yerda ularni buragalash jarayonida ota sifatida foydalandik. O'zimiz navlarimizni ona sifatida olganmiz. Oldi qatorli namunalarning hosildorlik va mahsuldorlik jihatlari yuqoriligi ko'rinib turibdiki, biz o'zimizda oziq-ovqatligi hosildorligi yuqori bo'lgan namunalarni tanlab olib, buragada yaratganimizdan keyin olingan mahsulot hisoblanadi. 2-3 yil mobaynida demak bir hosildorligi o'zgarishsiz qolgan. Zumda savol. Korrelyatsiya bog'lash. Korrelyatsiya bog'lanishlari bo'yicha demak, o'rtacha korrelyatsiya bog'lanishi 3-7 bog'lanish hisobida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zumda savol bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Savol bor edi talabgorga, tadqiqotchiga. Ismim Samanov Shermuhammad. Savol berishda stenografiyaga yozib olinadi. Rahmat. Tushunadi rais. Ismim Samanov Shermuhammad Abdurasulovich. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazining ilmiy tadqiqotlarini muvofiqlashtirish va doktorantura bo'limi boshlig'iman. Tadqiqotchiga bir qancha savollarim bor. Rais, agar mumkin bo'lsa bitta bersam. Xo'sh, talabgor, siz boya tadqiqotingizda maqsad vazifangizni aytdingizki, irsiylanish belgilari haqida aytdingiz. Ya'ni maqsad vazifada o'sha tadqiqotingizdagi ekinlarning, arpa namunalarining irsiylanish belgilarini o'rganamiz. Qaysi irsiy belgilarni o'rgandingiz? Birinchi savolga javob bo'lmasa, ikkinchi savol beraman. Yotib qolishga chidamlilik belgilari haqida bir qancha jadvallarda siz talqin etdingiz. Ya'ni 9 ballik shkalada belgilandi dedingiz. Ushbu 9 ballik shkala kimning uslubida aniqlangan? Buni bir qisqaroq qilib izohlab berasizmi? Qora klassifikator qo'ydim, Bulgaris. 1983-yilda klassifikator orqali. Uchinchi savolim, mahsuldorlik haqida ham aytdingiz. Mahsuldorlik ko'rsatkichi bilan tuplanish ko'rsatkichini qaysi uslub, qanaqa usullar haqida o'rgandingiz? Mintadon vazni boshadagi donor soniga qarab. Bu bilan mahsuldorlik ko'rsatkichini aniqlab bo'ladimi? Ikkita belgi bilan. Bo'ldi, keyingi savolim. Tadqiqotingizda bo'ya yuqorida ham bir qancha savollar bo'ldi. Korrelyatsiya bog'liqligini o'rgandim deb aytyapsiz. Birinchi savol, o'sha korrelyatsiya deganda nima tushunasiz? Solishtirib ko'rganda qanchalik to'g'ri ustunligi, misol uchun tuplanish bilan hosildorlik o'rtasida yoki mintadon vazni hosildorlik o'rtasidagi korrelyatsiya bo'ladi. Tushunarli. Korrelyatsiya siz olingan ma'lumotlarda korrelyatsiya qanday ko'rsatkichga ega bo'ldi? Yuqorida domla ham aytdi bo'ya. Misol uchun o'simlik bo'yiga bilan o'sha boshoqlar soni o'rtasida korrelyatsiya bormi dedingiz. Sizda raqamlar bo'yicha aytyapsiz, bu ijobiymi, salbiymi?
hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmagan korrelyatsiya bormi bu yerda? Bu haqida qanaqa uslub siz tadqiqotingiz uslubida yozmagansiz-ku. Korrelyatsiyadan bog'liqligini uchta uslublar orqali aniqlaganmiz degan taqdimotingizni hech qanaqa ko'rmadik-ku. Keyingi savolim yana 9-jadval bor edi. 9-jadvalda o'sha bir qancha belgilarni siz olib ketgansiz. Faqat nimaga ayrimlarida namunalarda to'liq tavsiflamayapsizligini, qolganlarida xohlagan 8 ta 7 tagana namunalarni taqqoslayapsizlar, boshida ko'proq qilyapsiz. Buni izohlab bering. Bitta raqobat nav sinovida o'rganyapti ustoz. O'shaning uchun demak raqobat nav sinoviga 7 ta andizodan tashqari 7 ta namunalar tizmasi olingan. Inobatga olingan. Keyingi oxirgi savolim, nima uchun andizo sifatida ixtiyor navini olgansiz? Ixtiyor olganim manasiki o'z navbatida davlat reyestrida bo'lganligi sababli buni 2015-yil davlat reyestriga kiritilgan. Mualliflari Mamatqul Tursun domla, O'sarov Zohid domla bular mualliflar hisoblanadi. Oxirgisi tadqiqotingiz xulosasida bir qancha navlarga siz izoh beryapsiz, lekin taqdimotingizda o'sha navlar haqida hech qanaqa ma'lumot bermagansiz. Izohlab bering. Xulosada yozyapsiz, bir qancha navlarni yozib ketdingizda, o'sha navlarning haqida tadqiqotingizni o'rgandim deb aytyapsiz, lekin taqdimotingizda uni ko'rmadik o'sha navlar haqida. Boshqa savolim yo'q. Rahmat, hurmatli rais. Albatta. Onlar aldı. Arpa yemek yediğinden seleksiyası laboratoriyası oldu. Birinci soru. Siz bunu bizga taqdimotingizda Simit Xalqaro markazidan arpa namunalari olib kelganman degansiz. Endi sizga taqdim bir ma'lumot berasiz. Savol. Simit Xalqaro markazidan. Keyin ikkinchi savol. Arpa kasallanish darajasini qaysi uslublarda o'rgangansiz? Siz kiritgansiz. Semkordiumda klassifikatorda ham kasallik o'rganganman deganmisiz? Mana ko'p shkalasi. Ikkovini farqini aytib bering. Agar bo'lsa. Uchinchi savol. Siz taqdimotingizda keltiryapsiz. Arpaning Hordium vulgare turi va Hordium disticum turi deysiz. Ana shu yerda turni farqini aniqlab beringchi. Yerda turni beramiz. Aniqlab bering. Keyin to'rtinchisi. Tavsiya qismida 3 ta hududga siz ekish me'yorlarini tavsiya qilyapsiz. Tajribalar olib borganmi? Qayerda? Qachon? Biraz sorularla soruyoruz. Miting esasida bir xalqaro yig'ilishimiz bor edi vazirlik Rossiyalar bilan. Demak, bo'lmasa chiqarganlar yig'ilishga. Bitta savol, bitta yo'q. Qaytarib beraman savol. Savolga javob. Ta'minot bo'yicha suv bilan kam ta'minlangan arpa navlari olingan. Qaysi turlarni ishlaydi? Yo'q, sezonli. Arpaning kasallanish darajasini ko'rsatgan ikkita uslub. Hordium sev bo'yicha va Manes korpus. Ikkovi farqini aytib, agar bo'lsa. Poyezdda ikkalasiga ham poyezdda chiqadi. O'simlikni baland qismi 3 bo'lib olamiz. O'sha qismdagi kasallanish darajasiga qarab baholab, poyezdlardan. Endi uchinchisi. Hordium vulgare turi bilan Hordium disticum turini farqini aytib bering. Siz shunday deb yozing.
Yani ben alt qatorligi distikum ikki qator. Shunda arpaning sistematikasida turga bo'linadi. Yo'q. Siz shunday deb ko'ribdi. Keyingi savol. Tavsiyangizda uchta hudud uchun ekish me'yorlarini siz tavsiya qilyapsiz. Tajribalar o'tkazilganmi? Qayerda, qachon? Davlat sinovi berilganda tajriba o'tkazilgan. O'tkazilganiga demak, markaziy hududlarda Sharqindagi davlat sinov markazida o'tkazilganligi, Navoiyda Patirchida degan nomni berganligida, yana bir narsa Qashqadaryo shahri safiga namunalar berilgan. Yana bitta aytishimiz mumkin. Vodiyda Bog'dodga davlat sinovida o'tgan. Davlat sinovida ekish me'yorlari bo'yicha taklif etasiz. Me'yor tavsiya. Savollar bo'lsa man javob. Negatif savolga siz yaratgan arqangizni qaysi kasalliklarni qayta davolasiz? Demak, biz yaratgan yangi texnikamizda kasallanish darajasi yuqori emas. Demak, qolgan namunalarga nisbatan chidamliroq. Misol sizning yaratgan arqangiz qaysi turiga kiradi? Terapiyaga qo'shitilmagan. Yo'q. Yana savollar bormi marhamat? Bundagilardan savollar bormi? Domlalar. Marhamat, domlalar. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Eshityapsiz sizni, bemalol gapirib. Assalomu alaykum. Men Egamil Ilhomjon, Donlikalik ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiriman. Eshitilyaptimi zalga? Eshitilyapti. Endi juda ko'p menda ham savollar bor edi. Men yosh savollarni bersam hozir qaytarish bo'lib qoladi. Shermuhammad Abdurasulovich bizni anaqamiz tashdif bir xil bo'lib qoldi. Meni qiziqtirayotgan narsa, 12 yilda yaratilgan. Siz qaysi bosqichdan shu navda yaratilishiga qatnashgansiz? Qaysi muddatdan boshlagansiz navda yaratilishini? Konkurs sinovini ochdim. Qaysi? Konkurs sinovini ochdim. Raqam. Yana bu navda avtorlari kim? Nav mualliflari. Avtori Sizni patentda dolyasi qancha bu? Patentda anaqa ishtirokingiz necha foiz sizni anaqangiz? nomla patentda 30% bo'lishi mumkin. Yana bitta qiziq narsa bo'lyapti bayda. Mana korrelyatsiya to'g'risida domla savol berdik. To'la javob bo'lmadi. Irsilanish bo'yicha variatsiyasini ham o'rganganmisiz buni? Keyin savolim, iqtisodiy ko'rsatkichlarda tarnaq nima uchun
nazorat variantida oshib ketdi tanlab. Nima hisobiga? Qo'shimcha oziq-ovqat, oziq-ovoqligi, hosildorlik jihatdan. Hosildorlikni qasiga tanlab oshib ketmaydi-yu, hosildorligi past bo'lyapti-yu. Bu yerda standart Nima nomini hisobiga oshib ketyapti nazoratnomada? Menda boshqa savol yo'q. Rahmat. Yana bunday ishtirok etayotganlardan savollar bo'lsa marhamat. Yetarli menimcha. Sizlarga biza kengash Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, ilmiy rahbar G'aybulla Boran Saydalov keladilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Raisi, avvalambor kiritilgan yangi yildan barchalaringizni tabriklayman. Xursand bo'lib, ilk kengashning yangi kengashning ilk himoyasida va albatta men uchun sharaf, men shu mahallada o'sganman. Yonimda o'tirgan kitoblarim bilan hammasi. Endi rasulullohga bo'lsa, bu yigit haqiqatdan 10 yildan oshdi men bilan birga ishlagan. O'sha Samarqand qishloq xo'jaligi institutida mustaqillanishdan boshladi. Va biz tavsiyamiz bilan mana shu sizlarning yuzlaringizga tadqiqotchi bo'lib keldi va yillar davomida ko'p narsani o'rgandi. U ikkita maktabning hozir vakil sifatida qatnashyapti. Sizlarning yuzlaringiz va bizning yuz vakil sifatida. Endi hozir ko'rsatgan jadvaldagi sonlar, yutuqlar hammasi bu yigit o'z qo'li bilan qildi. Men arpa ish bilan boshlaganimda Tursun aka yonimda o'tirib ustozimiz. Yani bu 10 yil oldin 15 yilga taqaladi. Samarqand viloyatiga arpa kerak edi. Sababi hamma arpa urug'ini so'raydi, nardan so'raydi, lekin yo'q arpa. Keyin Tursun aka bilan biz kelishdik-da, o'sha Samarqandda sug'oriladigan maydonlarda arpa seleksiya urug'chiligi bilan ish boshlashimiz kerak edi va shu avval sizlardan olib ketdim materiallarni. O'smishlarni milliy tadqiqotdan oldim, keyin materiallarni yig'dikda 400-500 ortiq namlarni qildik. Va rasulullohlar o'sha vaqtlarda men boshlagan vaqtlarim menga asla qo'shildi. Keyin bu o'zi yigit boshida menga bug'doy bo'yicha tema berdi. Lekin men aytdim, arqada perspektiva katta, boshqa deb mana arpa berdim. Mana o'sha 10 yil oldin boshlagan ishimiz samara berish boshladi. Hozirgi kunda haqiqatda bek navi Samarqand viloyatida ekilishni boshladi. Bu haqiqiy real sonlar. Mana hozir Jomboy tumanida bu yerda aprobatsiyaga borgan ustozlar ham aytishi mumkin. O'sha bek navining birlamchi urug'chiligini boshlaganmiz. Haqiqatda keng maydonlarda ekilyapti. Original boya savollar berdi. Urug'chi to'g'risida men o'zimga yozib olib 30 ga yaqin savollar bo'ldi. Haqiqatda real ishlayapti. Bu albatta bu navning yutug'i. Albatta seleksiya yutug'i nav va jo'raga hisoblansa, bu nav ishlayapti. Hozir urug'chilar olib borilyapti. Endi bevosita ikkinchi tarafdan agar insoniylikdan oladigan bo'lsam, rasulullohlar mana bugun 41 yoshga kirdi. 41 yoshga kirib ham lekin o'zligini, insoniylik o'zligini yo'qotgani yo'q. Endi yaxshi ko'ryapti, sababi doimo qo'l ko'ksida shu topshiriqlarni vaqtida bajaradi. O'sha dalada va nazariy bilimlar hammasini olgan. Agar shu yigitni qo'llab-quvvatlasalaringiz, kelajakda mana shu sug'oriladigan maydonlar uchun arpa seleksiyasi uchun hozir Samarqandda katta maktab yaratildi. Shu maktabning asoschilaridan hisoblanadi. Va keyinchalik xudosi o'zi ham shogirdlar chiqarishda aktiv qatnashadi. Qo'llab-quvvatlasalaringiz katta yutuqlarga erishadi degan umiddaman. Topshirmoqchi bo'ldim. Ilmiy munozara o'rtamiz. Bundan qanday so'zlar bo'lsa marhamat. O'zingizni tanishtirib. Endi bizlar oldingi avvaldan ancha bo'lgan akademik
Agar üniversite taşıyacağım. Aile yıllardan nasıl şüphe gelecek bir işler oluyor. Bizden olduğunda şimdi aspen sonra orada. Evet, ondan sonra. Ben de birinci olmuşlar aspen sonra. Evet, ya da ortak bir serisi markalar ortaya çıkmış. Anlatılmış bir şeyler tamam. Tam sizlerden aldığımda birbirine bir var. 10 yıllar, 10 yıllar devam ediyor. Bu sizlerin başladığı bir taktik vardı. Yani biriktirmek soğukluğunu ulaştı. Evvela bir taktik bir de Avrupa'da bir kurtuldu. Kurtulmaktan olumlu. Atlatan da gelmişler. Sizler bütün kurtulmazlar. Bizlerde yok. Ama yeri orada kurmak. Bir maksimum. Şimdi benim ilk yaşlarda bu aramızdaki bu yaşlarımız onunla bu katlayıp yani hazır bu adamda yaptı. Ya oldu ki devlette rayet yapıyor. Riçler. Reis'te de etkiliyor. Reis'te uzayda şey yukarısı böyle bu. Bu degane uzayda yukarıya kentde de o yüzden en bu yani kurmak lazım. Evet değilse anlamlı. Gerek maçlarda hani şunu da yapıldı. O yüzden şartlar var. Sonra bir şey. Hani şimdi şartlar var. Sonra bir geliş bunu hiç yani ya burayı değil bunu kusmayalım. Hani şimdi reislerin tanımlayan bazı şey. Aslında ki sorulardan anlattılar. Bu dönem fatih yolda aslında reisler tanımlıyor. Endi men aytayotganim men shu sohada o'rganib ketgan bitta narsani aniqlamda buni kassadan to'g'rilab kelyapti. Eng katta muammosi migrant oldi. Eng katta kanser. O'zaro qisqachadan yoqqichadan juda aniq. Bizda o'sha kassalarni to'g'rilab roman degan seriyada birinchi sifat bo'yicha bu bir granatın ağırlığı olmuş. Hatta aletlikte. Ben şimdi bir çok var. Yani gerekli toplumdan olsun gerek. Mesela bir denazde burada tefekkür gerek. Tefekkür gören bir yani. Tefekkür edecek iyi yukarı değil. Yeni görenler yukarı olsa binanasın. Düzey yukarı. Bu Cahan kenarlı bu hiç yetkizemez bu dünyada. Başka yerlerde bak. Anadolu'da yok mu demez. Bizlere 74 verilen dedi. Ben etmez söyleyenim. Elimizde hususiyet. Şimdi kente. Mümkün ağırlık bir de burada olsun. Yani bu kente nasıl? Bizlere o gibi şeyler mesela oluyor. Ben pardon etmiyorum. Nereden bir sıra yapalım? Şimdi hani gece var hangi? Bu şimdi bu yine değil. Bu yine arkadaşımda var çünkü. Hani bir benim taşlardan ne zaman kandır ettiğim. Bir hardığımız olan bunlar pratik haklarında. Biz bunu kaldırır bakma. Kamera bağlı kim bu? Bana kadar söylüyorsun. Bu şey. Kanka bunu adresine kanka akademik gerekli akademik bazı kim doğru derken mesela bağlaksız mom gibi böyle mom gibi gelmeyiz. Bağlar yolu olur. Neden kullanılan bir hadi
Men bunga muvaffaqiyat tilayman. Qur'onga doim men aytmoqchi bo'lganim hammaga muvaffaqiyat tilaymiz. Mana berib shunday kengash qadriga yetishimiz kerak. Ve katta maktab yaratilgan maktabdan foydalanib ham o'zimiz buyuk bo'lamiz. Yardım beramiz. Çünkü hamma muvaffaqiyat tilayman. Sog' salomatlar bo'layapti. Kelajakda ko'p Marhamat, yana kim so'zga chiqadi? Mana ilmiy kengash a'zolari va rais. Mana bugun birinchi tarixda qoladi bu narsa, tarixiy konferensiya bo'ladi. Ochilishi juda katta ahamiyatga ega. Va bizga ham Termizda ochilganda birinchilardan bo'lib borib lekin ba'zi sabablarga ko'ra biz kelib qo'ydik, bular sekinlashdi, keyin borishi ham qolmay qoldi. Lekin ishlarni qabul qilgan joyimizda bu yoqqa yaxshi narsa bo'lsa davom etadi. Mana birdaniga o'tgan safar o'ntasini millionini o'tkazdik. Ular qatorida u kishi ham bor, mana 3-4 ta yana himoya arafasini birga yuklashib ekan. Namuna sifatida ayta olamiz, bu yaxshi. Mana hozir Tuyg'unov Rasul bizda talabalik davrida ham o'qish jarayonida ham namunali huquqi bilan bilimga chanqoqligi bilan ajralib turadigan yigit edi. Mana shuncha vaqt bo'lishiga qaramasdan ayrimlar tashlab ketishi mumkin edi. Chunki ishini kolleksiyadan boshlab va yaratish jarayoniga olib juda murakkab, qiyinchiliksiz o'tmaydi. Qiyinchiliklar ham bo'lgan anchagina. Mana oxirida ko'ryapmiz, yaratish jarayonida tugatyapti. Menimcha bu ishni yana ham davom ettirsa bo'ladigan imkoniyati bor ekan. Albatta keyingi ilmiy tadqiqot ishini ham bajaradi degan umiddaman. Shuning uchun Rasulov qo'yganda 06-01-05 seleksiya o'qchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va kelgusida ilmiy tadqiqot ishini bajaradi. Yana ham davom etishiga umid qilamiz. Ishlaringizga omad, kengash a'zolariga ham bundan keyingi ilmiy ishlariga omadlar tilab qolaman. Marhamat, yana so'zga chiqib turamiz. Marhamat. Yaxshi mavzular bilan boshladi, yaxshi niyatlar bilan boshladi. Qolaversa, bu talablar haqida gapirgan bo'lsak, hammamizga ma'lumki, shu nazariy jihatdan ushbu ma'sha bilan endi mukammal bo'lmasalar, bilimga ega edi, lekin qo'llarga erishdilar. Shu davom yana qo'llarni shundayki, asl bolalar shu tajriba qo'ygan davrlarga o'sha monitoring natijasi shular bo'lgan. Shular borib, haqiqatan qo'li bilan qilgan 2 yilda 3-yil mana shu Beknavon haqiqatan ko'rishlik tizimida ana shu tizimdan qo'yib, o'shani davom ettirish masalalari o'sha bevosita dalada ko'rilgan, guvoh bo'lganman. Kecha seminarda ham ko'p savollar bo'ldi. Haqiqatan chuqurroq savollar, nazariy jihatdan buni ishlab ko'rish uchun ko'proq savol ma'lumotlar ko'proq haqiqatan o'sha bilimlarni o'zlashtirib, o'sha ko'nikmalarni o'zlashtirishga guvoh bo'ldi. Demoqchi bo'lganim-ki, o'sha Rasul Bolibekov mana shu asosida PhD 16-15 PhD ilmiy darajasini olishga borib deb hisoblayman. Kelgusi ishlarga mo'ljallangan. Rahmat Mavla. Yana kim so'zga chiqadi? Marhamat. Yigitlar seleksiyasi o'tkazildi. Mana qarorgohda ahvolida tinglarning farqi bo'yicha yaxshi ishlar qilingan. Men o'zimni bir necha bor buyukli tajribalarga aprobatsiyaga borganman. Bir katta ishlar qilingan.
Qolaversa, ustozi G'ulom Saidali Mushtimgirda katta xizmati bor, ayni bo'lishimiz kerak. Chunki yaxshi seleksiyalar, juda ko'p navlari bor. Buni ham ixtiro patenti olingan, nav yaratilgan, davlat reyestriga sinovga topshirilgan. Men nima omad tilayman, keyingi ishlarni bu ishni davom ettirish kerak. Chunki kelajakda agar mana shunday global iqlim o'zgarishlari, suvsizlik masalalari dolzarb bo'lib qolar ekan, menimcha arqon o'rni yo'qolmaydi. Men sizga omad tilayman. Keyingi ishlaringizda ham mana shu arpa seleksiyasi bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirasiz degan umiddaman. Yana bir bor assalomu alaykum. Men Egami Ilhomjon, Donlikalik ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiriman. Taqdimotni ko'rdik, savol-javoblarni eshitdik. Ilmiy ish qilingan. Eng asosiysi nav yaratilib, patent olingan. Endi bu yerda prezentatsiyani bundan ham yaxshi tayyorlash mumkin edi. Men ustozimni juda yaxshi taniyman. Demoqchiman, qilingan ishlarni shu prezentatsiyada ko'rsatish kerak edi. Bu korrelyatsiya ham, variatsiya ham, irsilanish ham bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Bularni taqdimotda ko'rsata bilish kerak edi. Lekin bu juda katta ilmiy tadqiqot ishi amalga oshirilgan. Nima desam bo'ladi? Bu yigitni men qo'llab-quvvatlayman. Bugungi savol-javoblarda ko'pchilikda savollar ochiq qoldi. Bu narsa bu yigitga kelgusida dastur amal bo'ladi deb o'ylayman. Bu yigitni men qo'llab-quvvatlayman. Kelgusi ishlarga omad tilayman. Rahmat. Bizda ham fikrlar bor edi. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari. Tadqiqotchi Rasul Tuygunov Xolbekovichning taqdimotini eshitdik. Ya'ni hozirgi paytda arpa qishloq xo'jaligini qadimdan boshlab ham o'zini dolzarbligini yo'qotmagan. Hozir ham o'zini o'z kuchida. Bu oziq-ovqat bo'yicha, yem-xashak bo'yicha, chorvachilik bo'yicha, sanoatda, agroekologiyada va bir qancha sohalarda bu o'zini ushbu ekinda olinadigan mahsulotlarning ahamiyati dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotchiga keladigan bo'lsak, tadqiqotchi taqdimotini o'sha 06, 01, 05 seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha bemalol Oliy attestatsiya komissiyasini talabi bo'yicha, ya'ni ixtiro patenti bo'yicha olishga haqli. Talabgorning ishiga keladigan bo'lsak, yuqorida ustoz Ilhomjon Egamov va o'sha kengash a'zolaridan, ustozlar va hamkasblar tomonidan yaxshi savol-javoblar bo'ldi. To'g'ri, har bitta yo'nalishning o'zining qonun qoidalari bor. Ya'ni boya ta'kidlab o'tildi bir qancha. O'sha variatsiya koeffitsiyentlari, sigma ko'rsatkichlari, oraliq koeffitsiyentlari, limitlar degan narsa bor. Keyin andozadan farqi va ayrim jadvallarda misol uchun 7-8 barobar ko'payib ketganlari. Mayli, u unaqa kichik xatoliklarni to'g'rilasa bo'ladi. Tadqiqotchi har bitta bundan buyon o'ziga mana dars bo'ldi. Keyingi himoya ishida imkon qadar dissertatsiya bilan himoya qilishiga men shaxsan o'zimning shaxsiy fikrim. Lekin bugungi taqdimoti menga yoqdi. O'zini ishonchi bilan, to'g'ri ayrim savollar ochiq qolgan bo'lsa, ishonchi bilan javob berishi va shu vaqtgacha kelishdi o'zi katta narsa. Bunga ota-onasi, hamkasblari, ustozlari va
o'zining shijoati va Allohning nazari bilan bo'lmasa, shu kungacha yetib kelolmaydi. Talabgorga omad tilayman. Qolgan kengash a'zolari va bugungi o'sha Lalimkor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining bugungi birinchi qaldirg'ochi bo'lib 2026-yilning birinchi sonida himoya qilayotganimdan tabriklayman. Rahmat hammaga. Rahmat, Abdulla. Madam yana bunday o'tish kerak. Munosabatlarda endi ish bajarilgan tashkilotlarga chiqaruvchilar bo'lsalarda Uyg'ur Rasul Bolbek ichki qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish taklifi tushdi. Nizom bo'yicha talabgor Uyg'ur qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berish bo'yicha yashin ovoz berish jarayonini o'tamiz. Yashin ovoz berish jarayonini tashkil qilish va o'tkazish uchun hisob komissiyasi tarkibini aniqlash huzuri. Hisob komissiyasi tarkibi bo'yicha kimlardan takliflar bor? Kishidan iborat deb taklif tushyapti. Marhamat. Aniqlab oling. Kimlarda? Oling Sherali aka. Abdug'ofur aka. Kimsiz jo'rayapman aniqlab. Ular hammaga ma'qulmi? Ma'qul. Deputat. Komissiyasilar ochiq ovozga qo'yamiz. Tarafdorlar qarshilar, betaraflar yo'qmi? Tasdiqlandi. Marhamat. Shuni boshlaymiz. 5 minut vaqt beriladi. Nomlar, stollar, sizlar ham ovoz berish egasizlar. Marhamat. Speaker taklif bersalaringiz ham bo'ladi. Telegramdan tashlaymiz. Saylov yaxshi ekan. Ular boshqa kelishdi. Bundagilar mana belgilar
Sondaydı. İşte ağzıyla kelip Yollar rahbarlar, olur almış, rahbar olmuş. Screenshot aldım ben. Sonra Bunda ishtirok etayotgan domlalar marhamat ovoz berib boringizlar. Ketmagan. ikki kişi birden yerim var.
Qisqasiga chiqib ko'rasizmi ayrimlarni? Hozir yig'ilishda qatnashaylik. Acha,
Marhamat. Izleyilmiş. Durumumuzda bu bir Parlamentin Kengesi Organizasyonu Dayanmaması Anlatmasına tabii Yüreği Oda Kadınlar Çıkıyor. Mesela artık Maalesef hükümet alılardan 10 kişi 5 tane 11 kişi başlayımız 10 kişi aldık başladık. Bir kişi online tartışmalara gitti. Daha 15'te bütün takatında 5'te online olabilir. Şöyle 15'te bütün bu adayla anlatalım. Yakın neticesi kaldı. Başta da 5 kişi. 5 kişiden 100 var. Kovası kaldı. Tam kuruldu. Orası konuşmalar yok. Tabii mesela Davlat Hisob Komissiyasining bayonnomasini tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Tarafdorlar, qarshilar, bir taraflar yo'qmi? Yakın ovoz berish natijasiga asosan Bolbek qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berilishi masalasi tasdiqlanganligi bilan tabriklaymiz. Söz taraflar Bolbekga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Mahsulotlarimizni aylanishdan barliq qolganlarimiz uchun bundan bir rahmat. Jo'rdotamga, ustozimga, rahmatligimizga, bidayli ustozlarga, Tursundoshlarga, Baybudur Saidov domlalarga, Mahmud domlalarga, hammaga, Umid domlalarga, Amatun domlalarga, Ulug'bekga, hammaga ham buni qarshilab bildiraman. Katta rahmat. Sizlarning ishlaringizni o'qiyman. Albatta ishlarni yaxshi amalga oshiramiz. Rahmat. Yillarga hammaga rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, Xalqlar yuzasidan kengash xulosasi tarqatilgan. Kengash xulosa loyihasi bo'yicha fikr bildirishlaringizni so'rayman. Xulosa loyihasi bo'yicha kimlarga takliflar bor? Bundagilar bu yerda ishtirok etayotganlar bor. Belgilab bersak bo'ladi. Yozma orqasiga belgilab bo'ladi. Deganlar munosabat bildirishni so'raman. Ovozga qo'yiladi. Tarafdorlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kimda qo'shimchalar bor? Qo'shimchalar bo'lsa, bo'lgan taqdirda fikrlarimizni bildirishni so'raymiz. Rahmat. Bundagilar marhamat, qo'shimchalar yo'qmi? Fikrlar. Qo'shimchalar bilan tadqiqot ishi bo'yicha kengash xulosasi qabul qilinsin degan kengash a'zolari munosabat bildirishni so'raymiz. Tarafdorlar, qarshilar, betaraflar yo'qmi? Qo'shimchalar yo'q. Endi ilmiy kengash qarori tasdiqlashimiz kerak. Lamqor jamoatchilik deputatlar minus 4 05 34 10 2025 198 raqamli ilmiy kengash qarori. Lamqor jamoatchilik deputatlar minus 4 05 34 10 2025 198 raqamli ilmiy kengash qo'llanilgan yerlarda arpaning oziq-ovqat, hosildor va yotib qolishga chidamli navlarini tanlash va yaratish. Zarafshon vaqasi sharoiti Novosdagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan taqdimotni himoya qilganligi asosida olingan natijalarning yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatiga ega ekanligi hamda ovoz berish natijalariga ko'ra Tuyg'unov Rasul Bolbekovga 060105 seleksiya va urug'chilik ixtisoslik bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berilsin va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining kengash qarorini tasdiqlab berish so'ralsin. Kengash a'zolari munosabat bildirishlarini so'raymiz. Tarafdorlar, qarshilar, betaraflar yo'q.
taqdimotning tasnif belgilarini ko'rib chiqishga o'tamiz. Tasnif belgilarini ko'rib chiqamiz. Marhamat, band-navbat muhokama qilinadi. Tasnif belgilari. Taqdimot natijalarining hujjatlari. Bir, tegishli fan sohasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yangicha hal qilish. Bir, muhim amaliy masalalarni hal etishni ta'minlovchi ilmiy jihatdan asoslangan texnikaviy, iqtisodiy va texnologik ishlanmalar. Ana shu berishingiz kerak. Maskelerden mi? Taqdimot natijalarining yangilik darajasi. 2.1 natijalar yangi, 2.2 ayrim natijalarga yangi emas, natijalar yangi emas. 2.3 natijalarning ko'p qismi yangi emas. Taqdimot natijalarining qiymati juda yuqori. 3.2 yuqori, 3.3 katta yuqori. Taqdimot mavzusining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. 4.1 mavzu davlat dasturiga yoki xalqaro tadqiqotlar dasturiga kiradi. 4.2 mavzu tarmoq dasturiga, fanlar akademiyasining natijalariga, tadqiqotlarning ilmiy texnikaviy majmualar, tarmoqlararo davlat birlashmalari rejalariga yoki tashkilotning mavzular rejasiga kiradi. 4.3 tashabbuskor ish. 4.2 tashabbuskor ish. 5. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5. Davlatlararo miqyosda litsenziyalar sotilgan. 5. Tarmoqlararo miqyosda. 5. Tarmoq miqyosida. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1 keng foydalanishga talab qilinadi. Keng foydalanishni talab qilmaydi. Keng foydalanish talab qilinadi. Taqdimotning unga qo'yilgan talablardan qay biriga mosligi muhokamasida tarqatilgan loyiha asosida aniqlandi. Tarqatilgan tavsiyalar loyiha bo'yicha fikr ko'riladi. Hurmatli kengash a'zolari, qatnashchilar, bugungi majlis kun tartibidagi masala ko'rib chiqildi. Yaqinlarga katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Avvalambor sizlarni mana shu yerda oldimda shunaqangi oshirganlikdan tabriklayman. Mana shu sayil zo'rdan bilamanki, mana shu bilan oldinroq sifat o'sha bo'lim boshlig'i va kafedra mudiri bevosita shu yoshligidan shogird hisoblanadi. Mana shu yerda bilamiz, sayil davrida mana shu oldimda mana shu yashash uchun juda katta salohiyatga ega. Mana ustoz boya aytib o'tdi, shuncha professor, shuncha doktorlar chiqqan, akademiklar chiqqan. Mana shu saviyat ochib juda zo'r ish qilgansiz. Mana shu yana ham mana shuni bardavom davom etishiga tilakdoshman. Qolaversa mana siz mana shu bakalavriatdan o'rnida o'qigan mana hozir tegishli darajasida oldi. Mana shu yerda ko'pgina savollar boshqa bo'ldi, sal yana ochiq qolgan savollar. Ba'zilari qayta ishlashga hali ham shunchalik kirib boribdi, men rasmga rahmat deyman, bir chiroyli kirib borgan, chiroyli himoyani qildim. Bundan keyin ishlarga ham omad tilayman. Kengashga ham muvaffaqiyatlar tilayman. Birinchi xoldirachilarni tabriklayman.